لنا في Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taolo aytadi: Biz har bir jonli mavjudotni suvdan yaratdik. Payg'ambarimiz esa shunday marhamat qilganlar. Eng afzal sadaqa bu suvlashlikdir. Bugun 2025-yil 19-noyabr haftaning chorshanba kuni. Shu vaqtga qadar shu suv ichib kelayotgan toza ichimlik suvga muhtoj bo'lgan g'azo ahliga suv tarqatmoqdamiz. Allohning fazli va marhamati bilan Imom Buxoriy vaqfi orqali Ummu Mahmudxon nomlaridan bu ish amalga oshirilmoqda. Allohdan so'raymizki, ulardan bu amalni qabul qilsin. Ularning farzandlariga va mol-mulklariga baraka bersin. وما نعانيه من ضيق ومن سقم